Assalomu alaykum, kanalimizni ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar, bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Biz ushbu loyihamizni Toshkent viloyatiga tayyorlab berdik. Loyihamizni tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, asosiy mana bu ko'cha tarafimizni uzunligi 13 metr, uyimizni mana bu yon tarafi esa 30 metrni tashkil etadi. Mana shunda agar kimda kim ushbu loyihamizni birga qurmoqchi bo'lsa, umumiy hisobda 3.9 sotiq yer maydoni kerak bo'ladi. Asosiy bo'lgan 2 qavatlik mana bu uchastkamizni o'zini razmerlarini aytib o'tadigan bo'lsak, mana bu oldi taraf qismi 13 metr, uyimizni mana bu yon taraf esa 14 metrni tashkil etadi. 2 qavatli uchastkamizni o'zini egallab turgan yer maydoni 182 metr kvadratni tashkil etadi. Orqa taraflari esa bunaqa G-obrazli holatda tayyorlangan. Loyihamizga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, asosiy bo'lgan ko'cha tarafimiz mana bu oldi tarafda qoldirib o'tilgan, kirish qismi ham mana shu oldi tarafdan bo'ladi. Mana bu yonbosh tarafda ham qo'shimcha ko'chalari bor. Ya'niki bizni loyiha qilib tayyorlab bergan uchastkamiz bunaqangi ugaloyni joyda joylashgan. Loyihamizga e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, bunaqangi hozirda Toshkentda moda bo'layotgan terrasa qismi juda ham keng, kattagina, unumli foydalansa bo'ladigan holatda chiroyli qilib terrasalarini tayyorlab berganmiz va terrasamizni ostki qismiga ko'rib turganingizdek asosiy avtomobil kirishlik uchun bitta eshik qoldirganmiz va bu eshikdan kirganimizda kamida 2 yoki 3 ta avtomobillarini bemalol joylab ketsalar ham bo'laveradi. Va bizni tashqarida mana bu yerda mehmonlar uchun yoki tashqarida yurgan insonlar uchun bitta umumiy yozgi hojatxonamiz qoldirib ketilgan. Uyimizga esa kundalik ravishda foydalanadigan eshigimiz mana bu kichkinagina kalitka orqali foydalanadi. Bu eshigimizdan kirib chiqiladi. Ko'cha tarafida ham bunaqangi ko'rib turganingizdek yashil maydonlari bor va ichkarida ham keng kattagina yashil maydonlari, ya'ni lanchli qismi joylashtirib ketilgan. Uyimizni mana bu chekkasidan esa podval qismiga tushiladi, o'rtadan esa asosiy uyimizga kiriladi. Endi loyihadagi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni asosiy bo'lgan 2 qavatli uchastkamizni fundament razmerlari balandligi 45 sm, ya'ni bunaqangi 3 pog'ona zina bilan uyimizni 0 atmetkasiga ko'tariladi. Fundamentimizga ketadigan sarf xarajatni aytib o'tadigan bo'lsak, fundamentimizga umumiy hisobda 20 kuba beton qo'yish kerak bo'ladi va 20 kuba beton uchun esa standart holatda 6 tonna sement sarflanadi. Albatta buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan to'rqator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 600 metr 12 li armatura sarflanadi va uyimizni mana bu chekka qismidan aytib o'tganimdek podval qismiga tushiriladi. Endi podval qismidan asosan katyol ombor sifatida foydalanadi va podvalimizni qanchalik katta kichikligi u uy egalariga o'zlariga bog'liq. Uyimizni ostki qismini polnist podval qo'ysa ham bo'ladi, ma'lum bir xonasini podval qilib tayyorlab qo'ysa ham bo'laveradi. Endi uyimizni devor razmerlariga o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlari asosiy tashqari taraflari 1,5 g'ish olingan va ichkari ayrim yuk ko'tarmaydigan parda devorlarimiz esa yarim g'ish holatiga qarab 1 g'ish hisob olingan. Mana shunda devorlarimizni qavat balandliklari, ya'ni qavat balandligi bizda 3.30 sm dan har ikkala qavatimiz. Asosiy bo'lgan shu 2 qavatlik uchastkamizni devorlarining rasxodlari umumiy hisobda birinchi va ikkinchi qavatni qo'shgan holatda 52 ming dona g'ish sarflanadi. Bu bizda devorlarimiz bo'ldi. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini umumiy ko'rinishini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, umumiy 8 xonadan iborat bo'lib, birinchi qavatda 4 ta va ikkinchi qavatda 4 ta xonamiz mavjuddir. Umumiy 8 xonadan iborat. Ko'cha tarafdan kirganimizda, ya'ni mana bu hovli qismidan bu zinalar orqali ko'tarilganimizda mana bu yerda eshigimiz bor. Bu eshik orqali kirganimizda keng kattagina bunaqangi koridor qismi bor. Koridorga kirganimizda o'ng qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, mana bu ko'rib turganingizdek o'ng qo'l tarafda ayollarimiz sevadigan oshxonamiz hisoblanadi. Bu yer bizda oshxonamiz. Oshxonamizni derazalari bunaqangi ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Oshxonamizni yonidagi mana bu esa keng kattagina mehmonlarimiz uchun mehmonxona hisoblanadi. Bu mehmonxonamizning eshigi mana bu yerda qoldirib ketilgan. Endi koridorimizni chap qo'l tarafiga o'tadigan bo'lsak, mana
bu yerda keng kattagina umumiy o'tiriladigan hol qismi, ya'ni umumiy o'tirsa bo'ladigan joyimiz hisoblanadi. Oshxonamizga keng kattagina panoramik ikkala yonga suriladigan eshik qo'yiladi. Hol qismi ko'rinib turadi batda o'tirgan odam. Endi bu taraf tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu holimizni oldidagi mana bu ikkita kichkina xonalarimiz sanuzel hisoblanadi. Bittasi birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, mana bu esa yotoqxona uchun. Xonamizga yotoqxona orqali kiriladi. Mana bu birinchi qavat uchun esa yuvinish xonasiga esa koridor orqali kirsalar bo'laveradi. Koridorimizni so'ngida ko'rib turganingizdek, bizni ikkinchi qavatga olib chiqadigan zinamiz joylashtirib o'tilgan. Birinchi qavatimizni xonalar joylashuvini mana shunday holatda ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, juda bir chiroyli holatda joylashtirib ketilgan. Endi ikkinchi qavatimizga o'tamiz. Endi loyihadagi uyimizni ikkinchi qavat xonalar joylashuvini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana bu chekkadagi zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda, ikkinchi qavatimizda ham aytib o'tganimizdek, bunaqangi 4 ta xonamiz mavjuddir. Ko'tarilganimizda chap qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, zinadan ko'tarilamiz va mana bu chap qo'lga yurganimizda bu yer bizda kattalar yotoqxonasi hisoblanadi va bu kattalar yotoqxonasini oldidagi mana bu esa bolalar yotoqxonasi deylik, bu qizlar yotoqxonasi hisoblanadi. Endi bu tarafdagi xonalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mana bu xona, bu ham bolalar yotoqxonasi, misol uchun bu o'g'il bolalar xonasi hisoblanadi. Mana bu tarafda esa yana bitta kattalar yotoqxonasi hisoblanadi. Deylik, bu o'zbekchilikda masalan o'g'il uylashlik bor. Mana shu yerga o'g'illarini uylasalar, misol uchun mana bu yerga esa o'zlariga tegishli shaxsiy yuvinish xonalarini joylashtirib ketganmiz. Bu yuvinish xonasiga yotoqxona orqali kiriladi. Kichkinagina xonamiz ikkinchi qavat uchun hojatxona hisoblanadi. Ikkinchi qavatimizni ham bunaqangi xonalar joylashuvini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, eng asosiy plyus taraflaridan biri mana bu koridorimizni so'ngida bunaqangi balkon qismiga o'tiladi va balkon orqali keng kattagina terrasa qismiga o'tsalar bo'laveradi. Bu terrasamizdan bemalol havo yaxshi bo'lgan paytlarda unumli foydalansa bo'ladi. Oilaviy yokida qanaqadir bazm uyushtirsangiz ham, qanaqadir marosim qilsangiz ham bemalol mehmon kuzavorsangiz bo'laveradigan holatda chiroyli unumli foydalansa bo'ladigan keng kattagina qilib terrasa qilingan. Hozirda Toshkentda juda ham moda bo'ldi bunaqangi terrasali uchastkalar qurish. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamizki, bizni Telegram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, YouTube kanaliga joylashtirilmagan ko'plab loyihalarimiz Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.